paydo bo'ladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. O'tgan safar kameramdagi suv bilan nazarga portal yasash orqali qamoqxonadan qochishni uddalagan edim. Va men u yerdan zo'rg'a tirik qoldim. Jennerson, men qanchalar ochman, tezroq portalni topishim kerak. O, bu nima? Yo, qani ketdik, biz buni uddalaymiz. Voy bala. Ha. Qaniydi tezroq shu yerdan qutulsam. Yo, Boricha, men topgan olmoslarga qara. Yo, men shu yerdaman. Olmoslar uchun rahmat, bratan. Xo'sh, verstak qayerda edi? Ha, mana. Xo'y, kechirasiz. Kechirasiz, bu men olmoslarim. Yo'q, men olmoslarimni ishlatmayman. Kechirasiz, bu sizning olmoslaringizmi-da? Ha. To'g'risini aytsam, menga po'xuy. Xo'sh, Kreml, richaglar. Birodar, men qaytib borib hammani qutqarishim kerak. Yaxshi, bu yerda kim xo'jayligini ko'rsatish vaqti keldi. Xo'sh, qani hamma qanjolar to'xtanglar. Nima, ular ketib olishdimi? Yaxshi do'stlar, qochish vaqti keldi. Qani tezroq, qani ketdik. Yo, bu Grox. Yaxshi, sizlar ham mana shu zina bilan yuqoriga ko'tarilinglar. Men esa yana kimlarnidir qutqarishim kerak. Yo, bratan, qandaysan? Men seni bu yerdan bir shart bilan olib chiqaman. Xo'sh, gapira olmas ekansan, hammasini mana shu kitob bilan yozib berishini xohlardim. Xo'sh, gapir, nima uchun siz jitellar bunday qildingiz? Yo, hammaga salom. Tinchlaning. Ha, bolalar, bilaman, endi hammamiz ozodmiz, lekin men mana bu jitelga nima uchun qamoqxonani qurishganini so'rash uchun kitob bergandim va uning yozishicha bu hali yakun emas. Uni aytishicha, qamoqxona boshlig'i qandaydir yo'l bilan tirik qoladi.